Assalomu alaykum. Men Ilhom G'iyos Ilyos o'g'li. Chirchiq shahar ishonch do'konlariga keldim. Onamni tug'ilgan kunlari uchun tilla olgani. Keyin kassaga borgan vaqtim rahmat aksiyasida ishtirok etishimni aytishdi. Oradan vaqt o'tgandan keyin telefon qilishdi, boshni yutganimni aytishdi. To'g'risini aytsam hali ishonmagandim. Aksiya rost ekan, sizlarga ham tavsiya etaman. Kelinglar, narsalar arzon. Aksiyada ishtirok etinglar, o'z mukofotingizga ega bo'linglar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, selektsiyalayapti. Siz sevgan ajoyib ijodkor Ozod Shukurlayevni qarshilamagan. Sizga ham televizor sovg'amiz bor. Mana bu super YouTube Ilhomov Ilyos o'g'li. Sovg'ani aytib o'tishim kerak. Onyx avtomobil. Shuning bilan sovg'ani egalariga topshirdik. Aksiyamizning keyingi bosqichlarida ishtirok etishda davom eting. Hammaga rahmat. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.